bolajonlar, keling sizlar bilan qiziqarli o'yin o'ynaymiz. Lekin avval ustozimizning maslahatlarini eshitib ko'raylik. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Sizlar bilan men bolalar psixologi, defektolog, logoped Sarnoz Musayeva bo'laman. Bugun esa uy sharoitida farzandlarimizni o'ng va chap miya yarimsharlarini rivojlantirish to'g'risida gaplashamiz. Aslida bu nima uchun kerak? O'ng va chap miya yarimsharini bolalarda rivojlantirish orqali esa bilish jarayonlarini, diqqat ko'lamini kengaytirishni, xotirasini yaxshilashga erishish mumkin bo'ladi. Buning uchun bizga mana bunaqa oddiygina narsa kerak bo'ladi. Uy sharoitida bemalol oddiy oq qog'ozdan yasab olib, rangli qog'ozlar bilan birgalikda farzandingiz bilan yasashingiz mumkin bo'ladi. E'tibor bersangiz, har ikkalasi ikki xil, ranglar bir xil, lekin bitta rang bitta joyda joylashmagan, ikki xil joyda joylashgan bo'ladi. Buni bolani yoniga qo'yiladi va bir vaqtda o'zida bir xil ranglarni ikkita qo'li bilan topib berish kerak bo'ladi. Misol tariqasida yashil, pushti, jigarrang, sariq, siyoh rang, qizil, qora, oranjoviy hamda ko'k. Bu xatti-harakatlarni tezlashtirish kerak bo'ladi. Bola borgan sari tezroq bajaradi. Bu esa bolani ham o'ng, ham chap miya yarimsharini yaxshi ishlashiga yordam beradi. Bu orqali esa bolada diqqat ko'lami kengayadi, xotirasi yaxshilanadi va bilish jarayonlari rivojlanadi. Tayyormisiz bolajonlar? Endi o'yinimizni boshlaymiz. Ko'k, yashil, qizil, pushti, qora, sariq, olov rang, siyoh rang, havo rang. Endi esa biroz tezlashamiz. Ko'k, yashil, qizil, pushti, qora, sariq, olov rang, siyoh rang, havo rang. Bolajonlar, sizlar ham rangli qog'ozdan shunday shakllarni yasab, do'stlaringiz bilan bir qilib o'ynasangiz bo'ladi. O'yinimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Keyingi qiziqarli uchrashuvlarda ko'rishguncha